Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 14-oktyabr, soatimiz 12:20 bo'ldi. Euro USD ni kunlik time frame da turibmiz. Birinchi bo'lib yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, kechki soat 9:20 da O'zbekiston vaqti bilan USD ga qizil papkada yangilik bor ekan. Xo'sh, demak kunlik time frame ga e'tibor bersanglar, bizda market maker buy modeli boshlanishi kerak va bu market maker buy modeliga narx chiqishga qiynalyapti. Bu holatda biz yana sell ga pozitsiyalar oqtarishimiz biroz xavfli. Buy ga MTF da hozir o'tib ko'ramiz, lekin o'sha MTF da shum juda yuqori bo'lgani uchun buy ga ham bozor qiynalyapti. Xo'p, o'sha tashqi kursi bizda grab qilindi. Grab qilgandan keyin bizda mana bu candle oxirgi candle bo'lib turibdi, ya'ni market maker sell modelida sell modelini tugatgan. Va u candle bilan sanasi 9-oktyabrda candle bilan 10-oktyabrda candle'da bizda nima bo'ldi? SMP bo'ldi GU bilan va undan keyin narx tepaga qarab MSS bergan tam MTF da va kechagi o'sha 13-oktyabr kungi candle bank holiday edi va puls bilan pastga tushib PDL ni yecha olmadi. Yecha olmagandan keyin bugungi 14-oktyabr kungi candle ikkalasini ham mana zonada tozalayapti. Bu ham bitta signal bo'lishi kerak, ya'ni market maker buy modelini boshlanishiga. Ya'ni mana shu ko'rinishda sweep ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, ertangi candle CRT shaklda bo'lib tepaga qarab yurishi kerak. Ya'ni bu candle low'ini olgandan keyin bu candle o'z-o'zidan sweep qilgan bo'lsa, 3-candle bizda tepaga puls bilan chiqib berishi kerak. Ya'ni market maker buy modelida buy'imiz turibdi пока что. MTF holatiga qarab to'g'rirog'i va demak kunlik higher time frame da tushib oldik. Missiya nima bo'lyapti, qayerga ketmoqchi va nimaga narx dimlanyapti. Bu yechilish intermediate turum bo'ladi deb kecha aytgan edim va narx yechdi. Kechagi mana kun aytganimda bugun kun qanaqadir konsolidatsiya ko'rinishida bo'lsa, undan keyin kun o'sha bugun o'sha kechagi candle yechadigan bo'lsa, bu intermediate turum candle'ni qo'yib ketish kerak degan edim. Yechibdi, lekin o'sha tepaga yurish uchun 1 soatlik time frame o'zini tiklab olishi kerak. Ya'ni order flow'ini bullishga, ichki kursiga yurish uchun tiklab olish kerak. 1 soatlik time frame ga e'tibor bersak, 1 soatlik time frame da bizda o'sha bitta uzoqroqdan marketga qaraymiz. Bizda o'sha market maker buy modeli boshlanib, narx premium zonada joylashgan ichki kursigacha market maker buy modelini berishi kerak va undan keyin biz keyin market maker sell modelini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni narx tepaga pastga ketish uchun avval tepaga chiqib berish kerak demoqchiman. Va hozir e'tibor bersanglar, bizda o'sha boya ko'rganimiz PDL larni yechilganini va undan keyin o'sha yechgan candle ham mana bu holatda sweep bo'lyapti va bizda o'sha struktura bo'yicha bizda hozir oxirgi range bizda shu zona bilan mana bu minimum nuqta bo'lib turgan bo'lsa va minimum nuqtasiga e'tibor beringlar, u liquidity-ni tozalagani uchun u bizda kuchli nuqta bo'lishi kerak, ya'ni narxni pastga o'tkazib yubormasligi kerak. Ya'ni e'tibor bersanglar, o'sha range ichida PDR zonaga birinchi kelgan candle bu ikkinchi ochilgan candle tozalayapti, ya'ni sweep qilyapti. Va endi shundan keyin tepaga qarab marketda yurishini kutsak bo'ladi. Agar men to'g'risi jicha qo'rqib turganim, narx juda kuchli puls bilan pastga tushib, lekin PDR zona ushlab turgani ham bitta bu qanaqadir signal bo'lishi mumkin. Va e'tibor bersak, agar mana bu nuqtada SMT bo'lganmi, shuni ko'ramiz. Hop, dollar bilan bo'lmabdi, GU bilan ham bo'lmabdi demak. SMT yo'q, lekin bizda agar narxda tepadagi highlar bilan SMT MSS bo'ladigan bo'lsa, ya'ni narx ko'tarilib mana nuqtani 1 soatlik nuqtani sweep qildi, to'g'rimi? 1 soatlik candle'ni ko'radigan bo'lsanglar, ya'ni 1 soatlik candle'ga e'tibor beringlar. PDR zonaga birinchi kelgan minimumni ikkinchi kelgan minimum olyapti va bizda o'sha MSS dan kelgan, ya'ni narx ko'tarilib MSS beradigan bo'lsa va qaytganida biz kirsak bo'ladi marketga. London Killzone'da. Bitta narsani aytmoqchiman. Kimdir bilsa zo'r, bilmasa bilmaydiganlar uchun, ya'ni
ya'ni minimum nuqtadan maksimum nuqtaga Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak, agar 0.50% dan biz zelka ochadigan bo'lsak marketda 0.50 dan zelkani ochib, stopni 1 ga qo'yib, take profitimizni shu 1 ga qo'yadigan bo'lsak, biz rovna marketdan 1 ga 3 zelka olib chiqib ketarkanmiz. Tushundinglar? Bu yerda tartib nima? Tartib bu 0.50 dan kirib minus 1 ga take profit qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan 1 ga 3 error bilan chiqib ketishimiz. Ya'ni liquidity pool undan yuqori bo'lsa, mayli liquidity poolga to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Lekin undan pastda bo'lsa, например, bu yerda bo'lganda liquidity pool mana zonada 1 ga qo'ysak bo'lardi, 1 ga 3 ishlashimiz uchun. Gazeta shunaqa insight, agar kimdir bilmasa, foydali bo'lsa xursand bo'laman. Bugungi market tahlilimiz shundan iborat. Agar rostdan ham narx tepaga ketadigan bo'lsa, bizga MSS beradi va undan keyin tepaga market maker buy modeli boshlanadi. Agar tepaga ketmoqchi bo'lmasa, MSS bermaydi, shu atrofdan to'g'ri pastga qarab tushib ketaveradi. Kutamiz, update bo'ladigan bo'lsa kanalga qo'yaman. Charchamanglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Salomat bo'linglar.